Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga ilinib, Biliqut to'rida o'tildi. Atse tong sahar yo'lga chiqqan 30 mashina kun nayz bo'yi o'rliganda Doxiyanga yetib bordi. Ular atiganlik nashti qilib olgandan keyin mashina meli bilanla tuz girga besildi. Mal omborga tushirilib, mashina kaniga yonganda yana girdi tortilib, haqiqiy mal eg'irligi belgilandi. Qadrdon bilan Yoqub hojim shukcha ishlarni saramjonlashtirib bo'lgandan keyin sho'firlarni oshxonada obdan mehmon qilib, topan haqlarini berib xo'shlashdi. Ondan Yoqub hojimning Ozod markalik mashinasida shaharga qarab yurib ketdi. Yoqubga, buning tegishligini bugunlik xotanga silib etamsiz. Qadrdon 375 ming so'mlik chekni hojimga tutqizdi. Mening ozroq ishim bor edi. Shuncha jiddiylashkidak, qanday ishdi? Qo'ng'irtosh mevchevi shirkatidagi bir kuchalik bo'voyga va'da qilib qo'ygan edim. Melini sotamay yotqinga 17 kun bo'ldi. Hey, setib berma debla bir taraf qilg'i bo'landa. Hojimning ko'zlari olaydi. Shundoq oson bo'ldigan bo'lsa, aşı şirket qorulida yetib ketgan mal egilari setib ketsa bo'lmadimi? Oy, xotirjam bo'ling hojimka. Men tunugun kech Doxiyanni chig'indila hal qilib qo'yga. Qanday qilib? Hojim tikilib qoldi. Doxiyan shirkat boshlig'ini xazinasini bergizdi. Senmi? Hojimning og'zi masxarlik ko'rdi. Aşı yan xo'jayin, sening gapingga kirdimi? Bo'ldiqina hojimka. Yeningizde neç pul da? Tönüge Raşkut'a elde bergen pulundan 700 so'm açtı. Yeningizde pul bolsa, bana 5000 so'm berin. Onu qo'lingizdagi chekdan elib oling, bo'lamdi? Kira haqqi uchun bergen pulingni yana elib olgan bo'ldingda. Yoqub hojim qadrdonni shaharning sirtida mashinadan tushirib qo'ydi. Çünkü yük maşinalarini şehir içiga kirgizmaganligi uchun chet ko'chalar bilan oylanib mengishga to'g'ri keladi. Shunga qadrdon Qo'ng'irtosh meva-chevish shirkatiga taksi yollab ketdi. Qadrdon shirkatning tixma qo'rosiga kirib, dov qoqqachilangan tog'arlarni, rassiz to'xtilgan mashinalarni oylanib lampa ostiga kelganda Sadullahning bo'yi tog'arlar ustida tugilib uxlab qolgan edi. Qadrdon bovoyni uyg'otishga ko'zi qiymay turganida o'tib ketayotgan o'tkanki ko'mak bovoy varqirab etdi. "Ey, Sadullahot! Sadullahot! Qapag'in deyma! Xaridor keldi, xaridor!" Ko'zlari qizarib ketgan bovoy manglab turib ketganicha qadrdonga chakchiyib soldi. U chala uyquliqda tuniyolmagan edi. Sadullah'ınka, bu men. Tunlamadınız mı? Oy, sapık bu ha. Bovoy o'rnidan turib kiyimlarini tuzashtirdi. Seni saqlatib qo'ygan cheg'im bor. Yo'qsa, men hozirlik keldim. Ha bolam, qoqiladigan eliqib tuqqanlar kelmadimi? Keldi. Shunga mollarining haqiqiy ahvolini bilay deb keldim. Mo'rak 9 mo'chan, 47 mo'chandan hammasi 138 ming koy, 14.400 koy, 18 mashinaning kirasi. Jami 152.400 koy bo'ladi ekan. Ondan boshqa sho'firlarning qo'shiqini biqib keldim shu. Qadrdon Mo'nak bilan Yo'liqoqning avrishkisini elib, shirkat boshlig'ining ishxonasiga bordi. O ikkinchi qavatga chiqquncha yana ansirashdan xoli bo'lolmadi. Agar yan xo'jayin telefon bermagan bo'lsa, albatta qaytib ketib ko'ngilga yana ozroq ko'ngil qo'shib ekanmisa, sodir ro'yobga chiqmaydi.
Şuna Qadirdan ishni sal uduq baroq chekdi. Ammo ishxona ichida kimlardir urishayotgandek qiladi. Shundaqdimi Longdatu xo'jayinning "Karim" degan ovozi anglandi. Qadirdan ayminibgina kirib, eshik oldida to'xtadi. Chunki Longdatu bir xazlu savdogar bilan qo'llarini shiltishib, qattiq varqirishyotdi. Eliqi savdogar qo'lidagi ta'limni ko'rsatib, "Nimadandir" deb qaldirlaydi. Qadirdan uning asabiylarcha chalvoq qoshlari tugigicha saqlab turdi. Bir chog'da u shapashlab kelib, kimdandir tillab chiqib ketdi. Eshikning shunda qattiq yepilishidan jonida qilgan ovoz derizlarni dirildatibdi. Longdatu uning orqasidan g'azab bilan "Bajagi xondan!" deb qattiq varqirishi. Uning egiz qomatga to'lgan gavdasi silkinib, semiz do'k-do'klik misram chiroyi qaridab ketdi. Qo'sh bo'rakdek atlik qalpoqlari to'xtamay titrayotdi. Qadirdan ichida "Ay, sal bemasal vaqt kelib qoptimi?" deb o'kinib turishi. Longdatu qo'rsqidagi xafaligini bo'shatmoqchi bo'lgandek qaynab so'zlab ketdi. Uning olqonlariga shaqildatib urib, ko'zlarini olaytib, g'azab bilan yerga tükürib so'zlashlarining hech nimasini uqolmagan Qadirdan go'yo xo'jayinning gaplarining zir-zivarlarigacha bilib olgandek xayrixohlik chiroy bilan qarab turadi. Bir chog'da Longdatu sal pastgo'yga tushib, Qadirdan qaradi. "Ya'ni sen telefon degan bo'lasanmi? Mana avrishishni keldingmi?" dedi Longdatu qo'lini sunib. "Qani, men ko'rib boqay." Qadirdan Longdatuning "Ya'ni sen telefon avrishga" degan so'zlarini anglabla uning nima deganligini musallab bo'ldi. Mo'nak bilan gulliqoqni ustalga to'kkash, oq qog'ozga o'ralgan bo'loqni ustalga qo'ydi. Bo'loq ustiga 6000 degan raqam yozilgan edi. Longdatu bo'loqqa bir qarab, chiroyi loppi echilib, qoq mo'naklarga sinchilab qaradi. Hatto har ikkili avrishkini tishlab ta'min tetib boqdi. Uruqchisini chiqib, meg'izini yeb boqdi. Ondan shirkat tamg'isi besilgan talonni elib, malning qanchalik ekanligini so'radi. Qadirdan 3 qatim qoq o'tkazish jarayonida tonna degan gapni o'rganib olgan edi. Shunga u Longdatuning ishxonasiga kirishdan burunla ichida qayta hejilab pishiqlagan. Qoq 120 tonna, mo'nak 60 tonna degan gapni yomon emas talaffuz qila oladi. Longdatu xo'jayin oq bo'loqni darhol tartmisiga selib etib, talonga tezda bir nimalarni yezib bo'lib, jartli qilib yertdi. Qadrdonga berdi va nimalardir degan edi. Qadirdan uqqan qiyofatda beshini gildinglatdi. U sirtqa chiqibla deb tamg'u yo'landi. Long xo'jayin yana gap so'rgan bo'lsa, Qadirdan ishxondan qechib keladigan yerga yetgan edi. Bu nima degan xijillik? Nima degan o'ng'aysizlanish? Maktabda nevishqimi Xanzo tili darsini yaxshi o'qimagan bo'g'iydi. Ya'ni sen Uyg'ur tilini bozib so'zlisimi? Naqsni uqtirolg'ashqa. Qadirdanning ishi o'ngishliq bo'lgan edi. Endi ma'u Long yo'g'onbosh yelini yaxshi eliqi bajagi xundan bilan urushib qolg'ashqa. Bir munch qo'rsoq ko'pikini to'kib berib gap so'rmadi. Shundaqla Qadirdanning xayrixohlik chiroyi va 6000 so'm ko'ngilning xo'shliqida talonni ikki yeniga qaramayli kesibatdi. Bo'lmasa, muhim savollarni so'rab qolmay qolsa, Qadirdanmi bajagi xundan oqibatiga yo'liqishi mumkin edi. Qadirdan til qismchiligining oqibati odamni eng xalqliq paytlarda rasvo qildiganligini, bo'libmi tijorat va savdoda foyda ziyon to'qinishi keltirdiganligini his qildi. Qadirdan nomuz ham xijillik iskanjisida Long xo'jayin bergan talonni unutib qolgan edi. Shunga u olmon talonni ko'rib, tamg'u yo'langunicha osmonga qarab, ikki mushtumini egiz ko'tarib, "Vah!" deb vaqirlatdi. Demisimi talonda yo'li qoq 1 so'm 20 tiyin, mo'nak 1 so'm 30 tiyin yozilgan edi.
Qadrdonning xo'shalligida 2-3 palampayni bir otlab pastga tushdi. Udul kelgan qoqchi savdogarning hisoblash mashinasini so'radi. Chunki har qanday top setish bozoridagi olg'uchi va sotuvchilarning qo'lida olqandak hatto uningdan kichik hisoblash mashinalari bor edi. Qadrdon talondagi raqamlarni ko'paytirib, qoq va Munakning 222 ming so'm bo'lganligini ko'rib, varqiravatgili tasliq qoldi. Sadullaxonning deyishicha, qoq, Munak ham mashina kiralari bo'lib 152.400 so'm bo'ladi. Bu pulni chiqarib aytganda, qadrdonga naq 69.600 so'm foyda qoladi. Lekin o'g'ri bo'lsang insof bilan bo'l. Qozonni olsang tovuqni qo'y degan gap bor. Bechara qoqchi bovay umid bilan, jafo bilan mol akaginiga tushliq, uning ajrini ko'rmisi bo'landi. Qadrdon hisoblash mashinasining kunuklarni qaytadan besib, ekranda ko'ringan sonlarni xotirlab olib, talonni mol o'tkazib olish ombirdagi mas'ul xodimlarga berdi. Ular kimlarnidir varqirgan edi. Ko'p-ko'k xalat kiygan bir necha bolalar qip-qizil parqirab turgan, lekin o'zi chaqqong'ini yuk yetkash mashinalariga chiqdi. Bu mashinlarning yuk bosadigan ko'zupi bo'lmag'achqa, rol oldida yerdan bir g'ayritchi ko'tarilib turgan manzilga yuk qo'ya oladi. Qadrdon ularni boshlab kelganda, Sadullaxon yugurib keldida qadrdonning qo'lini tutdi. "O'g'lim, men degandek bo'ldimi? Bek ziyon bo'lib ketsa, qoq egillarga to'lab bo'lmay qolmay yana." "Sadulla aka, sizlar degandimmi yaxshi bo'ldi. Qani, avval qoqni basayli. O'zlari bu yerda turib asla. Men molni janlaydigan yerga boray." Mol o'tkazib olish bakmi qolaylik edi. Yuk yetkash mashinalari yer yuzi bilan takshi turgan to'z gir ustiga kelganda bir necha sekund to'xtab, ondan ombar ichiga kirib ketadi. Yuk yetkaydigan 5 mashina 100 metrmi kelmaydigan qisqa yo'lda orqa-orqadan chepib yurib, 2 soat ichida hamma molni ombarga akirib bo'ldi. Qadrdon ularning qilib bergan isbot talonini elib, Sadullaxon bilan xizmat binosiga kirdi. Buxgalteriya bo'limiga kirib chiqayotgan, shundaqla buxgalteri oldiga to'plashib olganlar bakmi ko'p edi. Shunga Sadullaxon o'zlari kirib bejarib chiqsalar, men koridorda saqlay deb osti tutash so'liyov o'rindiqlarning biriga kelib o'ltirdi. Qadrdon buxgalteriya bo'limidan 20 soat atrofida qaytib chiqdi. O Sadullaxon bilan bino oldidagi gullikka berib o'tirdi. Buvayning taqazzo bo'layotganligi titrayotgan soqollaridan bilinib turadi. "Sadulla aka, Munak, qoq, kira pullari yodinglarda bordi?" "Momon degan bolam, hammasi jami 152.400 so'm deb necha qatim takrorlab bo'ldim. Hamsa bu chekni tutsular, ham obdan qarsilar. Qancha pul bo'pti?" Sadullaxon chekni birda yiroq tutib, birda yaqin akilib qaraydi va ishonmagandek qadrdonning ko'ziga tikiladi. Nima deyishni yoki chekki ishonmasligini bilolmay bir hoza turib ketdi. "Bo'lmab, bu pul meningmi?" "Albatta seningda." "Yo'q deyman, sening pulingni qo'shilib qolmagandi." "To'g'risizlar, qoqsindan tursa." "Shu 174 ming meningmi?" "So'mi bo'lmasa, meni o'xshaydimsa, men beraslamsa." "Chaqchaq qilsa bo'lam. Bu xilil jiqtir deyilsa." "Buning hayron qoluvchiligi yo'q, Sadulla aka. Sizlar 7 mo'chan degan qoqlari 9 mo'chan, 9 mo'chan degan Munaklari 11 mo'chandan bo'ldi. Shunga bu 174 ming so'm sizning. Munak, qoq ham kira pullarini chiqarmasizlar, sizlarga 21.600 so'm foyda qoldi. Endi bu bo'lgandi?" "Ajonim bolam, Xizr alayhissalom har xil siyohlarni ko'rmamiş. O'zlari Xizr alayhissalom bo'lib qolmishlar yana." Sadullaxon yig'layapti. "Yo'qlar bolam,
bankaga barılı. Aşı paydada sinigini bir iliş berey. Rahmat. Qadirdan kunga qarab qo'ydi. Darhol Savdo sanoat bankasiga berib, pullarni evasida ishdan shudoq bo'lib qoldi. Oğlum, benim elimde eseri özleri setip yırttılar ha? Esra, ulan hocayım bilen tuqqançılıkları, yak, turmuşları bağışımamdı. Ben degan saydiyen, her qanday amallarni tanımayman. Fakat mening pulim tunuydu. Qadirdan Sadullaxonning rahmat hashqallisi. Tilagan tilaklarini oxirgacha anglab o'tirishga taqat qilolmadi. O o'tirib ketayotgan kuniga ko'zni qisib qaradi. O'rnidan turdi-da va xo'sh tag'a deb qo'yibla Qo'ng'irtosh meva-chevish sherikda to'p setish bozoridan chiqib ketdi. O cho'ng yo'lga chiqibla taksiga tushdi. O odati bo'yicha mashinaning orqa o'rindig'ining yo'lanchigiga o'zini tashladi. Mayda yanchig'idagi 48 ming so'mlik chekni qo'liga oldi. Asardagi 69.600 so'm foydadan Sadullaxonni xo'sh qilish hisobiga kelib qolgan bu 48 ming so'm qadrdonning aql farosat ajri va jafo haqqi edi. Hisoblash mashinasida oldin hisoblag'an qadrdon buxgalterga mal 2 kishining chekni ayrim yozaying deb buyurgan edi. Lo'ng xo'jayinga bergan 6 ming so'm ko'ngilni chiqarib etganda qeyb qolgan 42 ming so'm bir kunning ichida insof bilan olgan foydasining ikkinchisi edi. Taksida uçqandek Dajaygu rayoniga ketayotgan qadrdon ko'mish sochlik farishta onani to'yuqsizli yodiga oldi. 7-bob. Bah Yaqubga, uy tamuqi degan boshqa ketganda, dedi qadrdon osh suyi ichib etib. Men ömrümde 1,5 taqsil lag'may yapaqmıgan. Bugun tong sahardan tushgacha doqiyanda tushdan keyin Qo'ng'irtosh shirkatidan mol o'tkazaman deb yugurib qo'rshqing rosa echibdi-da. Uni bir demang, onamning aytgan tomoqlari ko'zimga ko'rinib, uchiqli xotanga ketkim keldi desa, qadrdon lag'may yeyotgan Yoqub hojimga qarab qo'ydi. Xuddi ko'nglimdikini bilgandek lag'man yetib turibsiz emasmi? Ular tomoqlarini yeb bo'lib, qadrdon ochiq choy demladi. Yoqub hojim qoch-qucha qozonlarni yuvdi. Ondan shirani qayta surtib, huzurlanib choy ichishga boshladi. Qadrdon Qo'ng'irtosh meva-chevish sherkitidagi ishlarni so'zlab berib edi. Yoqub hojim choy ichib etib, qiqilib ketdi. U ichida bu bola 20 dan oshganda balaning qepini yarimdim nima? Qo'rqmay 300 tonna molni yo'tkab, o'rimchiga kelakamay, uning yo'lini qilishdan sert qilib yegan ishlarni qara, deb o'yladi. Qara, bu gaplarni menga dedi. Lekin boshqalar uchunmi jumol? dedi Yoqub hojim begiz barmog'ini julib. Qisqasi, savdo to'g'riliq qaqshab berginki, hargiz maqtanma. Hukuma, buni sizga da'vatimi, boshqalarga degili men sarang emas. Bugun 300 ming so'm pulni sen degandek u bilasang selavatdin. Hojim so'ngisidan qo'l yog'liqqa chigilgan pulni elib sheraga qo'ydi. Bu sana taalluq 75 ming so'm pul. Bunun banka qo'ygasingiz bo'lmamdi. Bu pulni men qarz hisobida bergan, dedi hojim. Atigan men sana bergan 5 mingni chiqarib olsam, 70 ming so'm puling men o'tgan bo'lsa. Yana mashina olamsiz? Shundaq. Ammo sana qachon lozim bo'lsa, tayyor qilib beralayman. Amsa men naqd puldan 20 mingni menga bering. Qadrdon yanchug'idan chekni oldi. Bu 48 mingni qo'shib, hammasiga mashina olamsiz yoki oshqinni banka qo'yamsiz ixtiyoringiz. Undaqda o'zimning 5 ming so'm pulimni tutib olsam, dedi Yoqub hojim barmoqlarini sanab. Sening 98 ming so'm puling menga o'tgan bo'ladi. Qadaq.
Hüccet ezip bereymi? Ay, qo'ying-a. Undaq bir nimani nä saqlayman? Bu degan ishonchsiz yotlarning ishi. Qadrdon o'rnidan turdi. Men qaytay. Nega borsa? Musofirlar mehmonxonasiga. Hey, u yerda qalaymikan? Dedi hojim ansirab. O'g'ri, qimovoz, nasha, xirurun chekadiganlarning hammasi bor. Bir yurtliq, bir mahallik og'ilnim to'sa, eng muhimi Ubul Hasankan bilan aloqalashish kerak. Telefon keldi-yu, chaqirib qo'ydi. Qadrdon 20 ming so'm pulni ishdan yanchiqqa purlab salmoqchi bo'lib, Yoqub hojim karvat kelimini qayrib, ayollarning uzun nilon paypiqini oldi. U pullarni 5 ming so'mdan qilib, nefis sulyoga o'rab, paypoq ichiga kirgizdi. Ondan qadrdonning ko'ngak maykallarini qayrib, beliga bog'lab qo'ydi. Pul lozim bo'lsa, hojatxonaga kirib olgin. Uxlaganda maykani sanma. Voy, bu hiylalarni na'dan o'g'ri olgan bo'ldingiz? Men dastlab Urumchi kelganda shunda qilgan. Mo paypoq na'dan kelgan? Qadrdon gumon bilan so'radi. Shuningga qaraganda yotiqingizga ayollarni akirib, qasin hunar qilgansizda? Po'qima. O'tgan oyda yangan kelib, 20 kunda turib ketgan tursa. Mundaq dema. Men degan 5 vaqt namozni qazo qilmay o'taydigan hoji turib, shundoq nashoyon ishdan qilamanmi? Voy, hozir hech nim degil bo'lmaydi. Bir yoqdan nashoyon ishdan qilib, bir yoqdan namoz o'qib, Xudoyim bilan ommagan damigan bo'lib yurdiganlarmi? Yoqub hojim kulib o'tdi. Ya Allah, Jabbor hojimning deginichi bor. Sening og'zing bir baloy apatchimi? Qorong'u tushib qolgan edi. Qadrdon hojim bilan qo'shilishib chiqqanda ko'cha chiroqlari yenib ketgan. Yomg'ir simildab yig'iyotdi. Qadrdon tor ko'chadan chiqibla cho'ng yo'lning u tarafiga o'tdi. Ikkinchi yo'lning avtobusi keldi. Avtobusda odam shalom edi. Qadrdon orqa o'rindiqqa kelib o'tirdi. Bu asnoda oldidagi o'rindiqda o'tirgan bir qiz uningga yoltidi bir qarab qo'ydi. Qadrdon dastlabda ancha senekmigan edi. Biroq qiz ikkinchi qatim qayrilib qaraganda Qadrdonning yuragi qepidan chiqib ketgandek tartibsiz o'rib ketdi. Qizning chiroyi to'nishla. Yana kelib, u Madinaga shunchalik o'xshaydi. Birdalla 2 yil ilgari mushu yo'lda tunishgan heliqi suyumli qiz esiga kelish bilan Qadrdonning ichida mehribon deb soldi. Ham bo'yindab qaradi. Qizning quchqida yana dostxonga o'ralgan qoch-quchilar badaq qiladi. U qizning oldidagi o'rindiqqa yo'tkalgan bo'lib zan soldi. To'g'ri. Bu oshu chog'dagi 10 yoshlik mehribon edi. Uning chiroyi hali ham tatirong'i bo'lsin, g'uncha bo'yi to'lib, ko'zga ko'rinib qolgan edi. Obdalla ko'tarilib qolgan ko'ksi uning balog'at bog'i Eram bo'stonining eshigini amdili echayotganligidan derak berib turardi. Qadrdon ayminibgina uningga qayrildi. Siz mehribonga deymi? Qadrdon alomat qizdirib ketdi. Xatolashmasam, siz shu. Siz Qadrdongu? Qizning anor sharbididek qizirishi uni belakchalar latofatlik qilaverdi. Boya avtobusga chiqqanda to'nigan edim. Amsa qasdan to'nimas hisobsizda. Ko'chalarda, avtobuslarda, qisqasi ommaviy so'rovlarda qizning bo'stondek kirpiklari cho'ng ko'zlarini cho'mpatidek yopdi. Qiz o'g'illarning so'zlashishlari bo'libmi o'lik kulishlarini ko'rsam nomusdan o'lgidek bo'laman. Ularning ba'zilari qasdan shunda qiljonlab boshqalarning diqqatini o'ziga tortadi. Ular o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin,
yaxshi balla emas. Ha, siz hozirmi o'qiyapsiz? Qiz qasdan parang temisdan chatladi. Bir chog'da Xotandan o'qig'ili keldim degandek qilgan edingiz. Yo'q, hozir men bir shirkatning sayg'iyani. Nima ishonmamsiz? Kulyapsiz-ku. İşensem işenmesem men bilan nima aloqasi? Mehribonning oxirgi bir jumla so'zidan qadrdan lassidi bo'lib qoldi. Chunki bu so'z kaltakdek tegib qolmay, balki o'zini qochirish, qadrdonning maydisidan ittirishdek to'limi ko'ngilsiz ma'niga ega edi. Shunga qadrdonning oldiga qarab o'tirib jimib qoldi. Bu hol qizni xijil qildi bo'lg'ay, asta yengishib pichirladi. Xap bo'ldingizmi? Kechiring, ko'nglim bek para ekanda, shunga. Qadrdon shartli orqaga qayrilishi. Mehribon chiroyli ko'zlarini ep qochdi. Ammo uning kirpiklarida esilib turgan namlik yalqinni ko'rib qolgan qadrdonning yuragi nima uchundir etishib ketdi. Oy, yig'layapsiz-ku. Men hargiz xap bo'lmadim, rost emas. Men degan unchalik gaplarga xap bo'ldigan nepizlarni emas. Yolg'on bo'lsa, yuzimni chimlab aytma. Mehribon pusuqqidek kulib nima uchunki ular pichirlashib degidek gap qilib etibmi atrofga nazar tashlaydi. O'zlarining qusurlashayotganligidan xijil bo'lib, pat-patla to'z qarab o'ltirishadi. Shundaqdimi Mehribon chandurmay oilasi kelgan kelishmaslikni so'zlab berdi. 2 yilning oldida Mehribon qadrdon bilan uchrashib, haftami o'tmay onasining ko'ksi rakini operatsiya qildi. Gerçi operatsiya muvaffaqiyatli bo'ldi deyilgan bo'lsa-mu, biroq onasi 2 yildan beri alang-salang bo'lib, sallamasa saqayib ketilmoqda. Mana endi onasining kesili og'irlashib, o'sma kasalliklar doktorxonasida yetayotganiga 20 kundak bo'lib qopti. U haftadan beri osh tomoqdan qilib, sakrat azobini tortib o'tibdi. Ko'nglingizni buzmang. Qadrdon xayrixohlik bilan pichirladi. Xudoyim shifolik berdi. Undaqda hozir tomoq opirib berib kelishingiz kanda. Dadamga opirib berdim. Onamga ikkimiz navbatlashib qaraymiz. Dadangiz nima ish qiladi? Kavobchilik. Yiqqan tukan pulning hammasini onamga xashlab tugatdik. Boshqa qarindoshlaringiz yo'qmi? Men bolalarning cho'ngi, bir enim kezikda. 2 singlim qizil chiqib tuyat ketgan. Oy Xudoyim, do'stlikdan o'tib ketgan tashlaqaptimiz. Ular avtobusdan tushib, ko'cha do'qmishidagi bo'tqa davdisi to'xtadi. Qiz atrofiga qarab cho'chib turardi. Uning bu holati turmush mezonlarini tushunishga boshlagan. Sharm hayoliq qizlarni asga solardi. Mehribon, uyingizda Deptasamni topolmaysiz. Lampi bozor ichidan o'tganda bir aholi mahallasi bor. Bu yerdagi so'nib ketgan qing'ir qiyshiq uyda o'mich to'rda ko'chalar, oyoq uchini bilgili bo'lmaydigan yo'llar mig'miq. Xo'sh hamsa, men ketdim. Mehribon, men sizni nereden topma? Do'stlik atrofidan, dedi Mehribon kayniga qaramay. Lekin men izdiman. Qadrdonning ko'zlaridan shundoq tez yumilab tushgan 2 tomchi yosh ko'nglining oppoq yoqasiga singib ketdi. Tova deb yaqini tutmoqdan boshqa chora yo'q. Bu 16 yoshlik yigitchak Mehribonni yaxshi ko'rib qoldimi yoki Mehribon Madinaga o'xshaganligi uchunmi? Biroq Mehribon nima uchun o'zini qochirdi? Uning siz qadrdongo degani. Albatta unutmay aslab turg'inida. Shundaqdimi o'ta kichik. Ammo yoz issiq kelgan yillari mevla boldiri yetilib qolgandek. Uni davr shamollarining suyib o'tishdan oldirab echilishga taraddudlangan g'unchida. Qadrdon Mehribonni o'yla musofirlar mehmonxonasiga kelib qolganligini sezmayli qoldi. Kechilik ismida ishlaydigan qormutuq
Vejikkini ayol Potamxon peshtaxtiga beshini qo'yib bir xilda uxlab yotadi. Qadrdon peshtaxtini taqildatib bir qancha qitim ursimi, met qilmay uxlavergachga qattiq vaqiribdi. Yotoqqa bilet kesammi, kesmammi? Hey, gap qo'yatma. Cho'chib o'yg'andi Potamxon mangdab qoldi. Tamoqqa dangudimi? Qadrdon Potamxonning purlishib ketgan yuz terilarga, o'tqoshdek qizargan yerim yumuq ko'zlarga, salpiyib ketgan qopoqlarga, naq mag'zidagi tugma iziga qarab, tuyuqsizla o'chlik tutib qoldi. Mehmonxon oshxonasining dong urdig'iniga yana bir kecha borayman. Yotoqqa bilet kesammi yo'q? Nimandaq to'laydi ma'u odamning o'qi. Potamxon yotoq turlari va bahosi yozilgan kartoshkani peshtaxtiga paqqida tashladi. Arza yotoqlar qolmadi. G'ilton qiymatlari bor. Bo'lishalamsan madak. Qarvatqo, to'lamay gapdi. Peshtaxtdan sakrab tushdimmi? Buzib o'taman juman. Qadrdon shartli yonpishini tutib qo'yishi Potamxonning boyiqi hayvisi to'zg'oqdek to'zib ketdi. So'ng u, "Voy jinim, ma'u sundukning ochiqi g'azab yomonkeya" deb asta g'udumishdi. "Qalislar g'ojam, obdan qalislar. Chandozlarda dundisi qizil sal yaqin bo'lsa, ashi qimmat yotoqda yotganlarimi tizik?" dedi Potamxon Qadrdonning qopiqidan andiki. 8 kishilik yotoqning bir karvati 10 ko'chan bo'lgani bilan sesiq paypoq, qasmoq put, jusay usuruq, qansiq taddasidan atsi g'aribli g'oldun bo'lib qollar. Tehe xilma-xil xo'raklar buning sirtida. Endi 4 kishilik yotoq 20 ko'chan desalar, buningda yerim g'alta, yuchiq goldun bo'lib qollar. Eng yaxshisi 35 ko'chanlik 2 kishilik yotoq. Hazır şovqatning tayin bo'lmag'ashqa, yetimchi musofirlar qimmat ko'rdi bo'g'ay, odam yetmadi. Amsa, men 10 kunlik ta'lim kesib paslar. Mana 10 kunlik dedimi? Potamxon keyingi gaplarini ichida g'udonchidi. Voy xudoyim, o'zi so'ymidek turg'ini bilan qo'rg'isida ne bor yetimkina? Hozir bu yotoqda odam bormi? Yo'q hojam, ammo yotadiganlar chiqib qolsa, ta'lim kesiveramiz juma. Biroqsa, yolg'iz yotaman desalar 60 ko'cha. Biror cho'kan yoki sekilakni akirib yassalar, albatta, g'im-pim qilmay 100 ko'chan berdilar. Qadrdon Potamxondan oshqushni ilib, 2-chi qavatdagi 25-chi yotoqni echib kirdi. Odam yotmag'ashqimi, yotgan ko'rpillari ko'n bo'lgani bilan pokiz edi. 8 kishilik yotoqning 15 kunda, 4 kishilik yotoqning 10 kunda yotgan ko'rpa adiyallari almashtiriladi. 2 kishilik yotoqning alohidligi yotgan ko'rpillari bir haftada bir qatim almashtirishdan so'ng futuyilgan doz, chelaklar bor edi. Har kuni bir choydan qaynoq suv bilan 2 dona piyola akirib beradi. Bulukmu 3 kişilik divan bilan choy shirasi yaqin yo'riqlan kelib qolsa, bakmi asqa tatdi. Qadrdon ertasi sahar turib yuyinib olgandan keyin musofirlar mehmonxonasi oshxonasining dong urshiq saqlab turmay, do'stlikka qozoq choyxonasiga berib, atgan choyga manchilab, rasa payzi qilib yevoldi. O Jabbor hojimdan bir xush bo'lgan yeri, mushu qozoq choyxonasiga ko'ndirib qo'yganligi edi. Bu yerning seriq moy, xom qaymoq ham hümal bilan gul keltirib atgan atgan chayni bak bo'lug'i tegishsiz edi. Qozoq choyxonasidan huzurlanib chiqqan Qadrdon taksiga o'ltirib, G'arb diyor meva-chevi shirkatiga keldi. Bu bozorni barliq meva-chevi top setish bozorlarining onasi desa lab bo'lmaydi. Shunga quruq meva-chevi besilgan saynalarmi ko'p ham cho'ng edi.
hatto meva-chevalarning turi bo'yicha necha qo'rug'i bo'linadi. Bu yerning ahvoli yo'li bala, olqini kangirlar, sefi jannatlar qanchilg'an meli bo'lsa, vaqti qaralda o'tkazib turadi. Qolganlari melini necha oylab sotanmay, qurtga yem qilib yoki sesitib, tashliq soyga opirib to'kib etadi. Qadrdan bu kangri savdo olimini aylanib tushib ketdi. Biroq bu bozorni oyankashlar qoplab ketgan edi. Ular chapanchilarni, mutham lüşchaklarni orqasiga selib, to'p yurishadi. Mol egillari 70 tiyindan 80 tiyindan olgan deb rost gapni qilib, zor qoqshab tursinmi? 35 tiyin, 40 tiyin deb besim ishlatadi. Hatto ba'zilari mol egillarini beramsan yo'q deb bo'rinlarini elib etadi. Qadrdan bu bozorning ahvolini shukicha egiladi. Bir oydan beri melini tuzanmay, o'zig'ini sotanmay yetib ketgan bir necha odamni ko'ngliga pukib kayniga yandi. Bu asnoda kak soqol, ko'k shapoq to'piliq 50 yoshlar atrofidagi bir odam osirab yetib keldi. To'xtashlar ukam, bola Saygiyanni to'nimdilar. Bola Saygiyan? Shundoq, irqi kuchaliq Sa'dullohning melini suv qilib qo'ygan bola Saygiyanchi. Mundoqda sizlar. U men bo'laman. Mana. Ko'ngildan ulug' nemi yo'q-da. Peshonlardan nur yig'ib turdi. Shuni deb ko'nglim to'ygandek qilib edi. Naqsili kallamaspa. O'zlari kim bo'ldilar? Nima ishlari bor edi? Men Oqsudan. Ismim Kerim-axun. Ya'ni ikki birodarim Qo'ng'irtosh meva-cheva shirkatida qoldi. Kerim-axun qadrdan qo'lni silkib ketib qolgandek oldirab tenib so'zlamoqda edi. Aslida ular 3 odam qoqchilik qilib beyib ketganlar borkan degan gapga ishonib, qo'ruv joylarini, yer xatlarini bankaga go'riga qo'yib qarz olgan edi. Ondan yezikanat omborlaridan, dehqonlardan 400 tonna go'liqoq yig'ib olib Urumchiga yo'tkadi. Xuddi Urumchi osmondan chalpak yog'digandek. 40 mashinada elib kelgan mol xaridorsiz qiz boladek yetib qoldi. Ular taraf-tarafga yugurishib baqdi. Biroq hamma yerda qozonning qo'liqi 4 bo'lib chiqdi. Oyangashlar 50 tiyindan yuqori o'rlamadi. Bu yil qoqning odatdagidan ko'p kirishi qoqning krizisini keltirib chiqarib, qoq oyangashlarning xo'rikini o'stirib o'tgan edi. Ular qoqlarni ziyno sotay desa, bankadan olgan qarzni to'layolmay, qo'ruv joylaridan ayrilib qoladi. Sotmay desa, Urumchida pat-patli yomg'ir yog'ib, qoqlar namlashib, ko'kirib ketayotgan. Mana qoqni elib kelgan 46 kundan beri yotoq, yemek ichmak degandek turmush chiqimlarla ularni xo'ritib, qoqsanin qilib qo'ygan edi. Gapning poskallisi setibpa demoqchimi? Dedi qadrdan kuniga qarab qo'yib. Mallar hozir nada? Qo'ng'irtosh meva-cheva shirkati to'p sotish bozorida. Mundoq desizlar. Men taxi Tunigulla Sa'dullohning melini so'qib berdim. Qadrdan ishkilinib qoldi. Bugun yana kirsam, buning tuqquni nemanchi jiqto deb mendan bezor bo'la. Canım tuqqanan, men seni Tuniguldan beri izlab arab topdim. Mushu bir qatam boshimizni o'nglab qo'ysalar, bundan keyin qoqchilik degan ko'chaga qarab silsam, ulla tavara. Qadrdan Kerim-axunning chiroyiga qarab ichi og'rib qoldi. Shunga qoqni ko'rgandan keyin bir qarorga kelishni o'yladi. Shuning bilan u Kerim-axunni boshlab ko'chaga chiqdi. Ondan taksi bilan Qo'ng'irtoshga yurib ketdi. Qo'ng'irtosh to'p setish bozorining sol yo'l lampilik samut saynasida ikki yerga chang chas qilib chizilgan tog'orlar po'taydek cho'qchiyib turardi. Qadrdan ikki do'rini bir aylanib chiqqandan keyin ostidagi, o'ttirdagi, eng ustidagi 3 tog'orning og'zini ozroq ochib,
her birinden algan bir o'chindan go'liqoqni somka yanchiqlarga ayrim soldi. U ostidagi tog'ardan olgan go'liqoqni chin siqimlab ko'rib, Kermaxun va uning sheriklariga ko'rsatdi. Qarab yiqinglar. Bu bir o'chin go'liqoqning birlashib, bir-biriga chaplashib qolganini. Chetdagi tog'arlar bunchilik namlashgan yerda o'tirdagi shamol ko'rmaganlari qanchalik bo'lib ketgandi. Qadrdon tomiqin qoqdi. Ostidagi 3 qo'r, eng bo'lmaganda 2 qo'r tog'arni oppoq silish kerak. Voy xudoyim! Dedi ko'k ko'z, seriq soqol 40 yoshlardagi odam. Uning alpozidan hiylagarligi chiqib turibdi. Bu tog'arlarni qandoqmi yetkab bo'g'il bo'lar? Sizlar 3 odam to'sanglar, ya'ni 2 odam yollasanglar bo'lmaydimi? Qo'qni sotanmay turganda, yana bu qashlandoq. İxtiyoringlar. Qadrdon mengishi uni Kermaxun tutib oldi. Qoq sizlarning sesib necha 100 ming so'm ziyon bo'lamdi. Mening bilan nima aloqasi? Janim ukam, bu birodarimiz qo'polroq odam. Xafa bo'lmang, dedi Kermaxun yig'ilgandek bo'lib. Uşaq ballarımız bor odam. Qo'ra joylarimizdan ayrilib qolgacha o'lgunimiz tuzuk. Amsa kilosini qanchadan oldinglar? Bir ko'chandir, dedi seriq soqol oldiribla. Shundoq qo'y Kermaxunka, Ahmatoxunka. Amsa qara. Qadrdonning ochiq kelgan edi. Bir ko'chandan olsan, 10 ko'chandan setib ol, bo'lamda? Qadrdon burilib olgan edi. Kermaxun bilan Ahmatoxun yolurib esilib oldi. Ular seriq soqolga top-tani qilishib, varqirishib ketdi. Men har kuni necha 100 tonnalab qoq o'tkazayotgan odam. Tekinga birni qarab necha pul ekanligini bilmam-da. Qadrdon qo'llarini shiltidi. Meni qo'ymoqchimisan? Meni qo'yish uchun qo'ymichilik maktabida 10 yil o'qib kel, bo'lamda? Xafa bo'lmaslar hocam. Bu ashundoq sal lozi odam, gapining tuturuqi yo'q, dedi yuzlarini qo'ruq qoplab ketgan Ahmatoxun. Bu bir qancha o'rindan olgan qoq. Tövni 6 mo'chandan, yuqori 8 mo'chandan bo'ldi. O'zlari izg'ili o'tkazib bergan bo'lsalari bo'laveradi. Aniq desizlar. 7 mo'chandan o'tkazib bergan bo'lsalar. Kermaxun soqollarini sepdi. 280 ming so'm bo'ldi ekan. Endi 40 mashinaning kira haqqi 48 ming so'mni qo'ysak, jami 328 ming bo'ladi. Bo'ldi. Har qaysilarining niyati xolis bo'lsa, deganlardan ko'proq pul setilishi mumkin. Eng bo'lmagandimi, o'zidan tuvan tushirmayman, dedi Qadrdon ularning ko'nglini yasab. Ammo mening ajr haqqim uchun 5 mingni bersizlar. Berimiz behmam degan. Ular darhol qo'shilishdi. Bu albatta jafo haqqida. Qadrdon ularga ostidagi tog'arlarni optoq silib, 1-2 kun quritish, o'zining qoq oladigan yerlarini aloqalashib kelguncha saqlashin deganda ular birdilla so'ltiyib qilishdi. Chunki Kermaxun, Ahmatoxun ham seriq soqollar ko'nglimizni yasab qo'yib kelmaydi degan o'yda bo'layotgani aniq edi. Yana bir tarafdan boshqa o'ringa setishga to'g'ri kelganda, qaytadan mashina kira qilishga to'g'ri keladi. Chashqon teshkiga patmasa, ko'tiga g'alvir esib olgandek, tamoqqa puldan qisilayotgan yerda kiraga nari turibdi. Ularning beshining tushib ketganligining tegiga yetgan Qadrdon ularga madad bo'g'idek gaplarni qildi. Mashina kirasidan g'am qilmanglar. Uni men yo'lida hal qilib beraman, dedi Qadrdon tamkin holda. Qo'ng'irtosh shirkatiga tunugulli mol o'tkazdim. Bu yerga tanglar agir bo'lmaydi.
Yana bir gap. Har qanday musulmon amalga oshmas va'dalarni qilib, odam aldamaslik kerak. Men ketdim. İşensanglar ana. İşenmisanglar mana. Bo'ladi. O'zlariga saqlaydi. Vaqirda Kerim axun bilan Ahmad axun. Hozirdan boshlab qoqlarni optoq silishni boshlaymiz. Qadrdon ishni na'dan boshlashni bilolmay, ko'cha do'qmishda birdan to'xtab qoldi. Yangi xo'jayin va lo'ng xo'jayinlarga tunugilni moli o'tkazdi. Hamda u yerga yana tanglayverishga yuz chidamaydi. G'arbi diyor meva-chevish sherkitining xo'jayini Yongching qadrdonga ismi tunish bo'lgan bilan o'zi tunish emas edi. Tabiiyati issiqmi, sovuqmi yoki mo'tidulmi bilmaydi. Eng bo'lmasa, yangi xo'jayin lo'ng yo'g'in boshqa qadrdonning havola qilgandek, yangi xo'jayingami ikki eg'iz yaxshi gapini qilib qo'ygan bo'lsa, uning natijasi yana boshqa bo'ladi. Nima degan bilan Dahiyen meva-chevish şirketi, G'arbi diyor meva-chevish şirketining tarmoq to'sa. Shunga oldi bilan yangi xo'jayinni orda salochilik qilib, ondan yangi xo'jayinning oldiga kirsa, bir qadar ishonchli bo'lganligi ko'z yetgan qadrdan taksi bilan Dahiyanga yurib ketdi. Belqut şirketida ovozga ilinib, Belqut to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun musharga anglatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.